Bu endi rабочий balonlar nima qilasizlar aka? Biz tekin qo'yaveramiz bularni. Tekinga? Xuddi shunday. Bo'l, boshqa gap so'z yo'q. Aka, xafa bo'lmang, men Gulistonda gaz qo'ydirmayman. Tufta narsa qo'yib berasizlar. Aka, siz noto'g'ri yuborasiz. Hozir men sizga tushuntirib beraman sizni. Nima bu aka? Men sizni chaqirgan sababim mana shu bo'ladi. Mana shu komplet tizimda qo'yadigan bo'lsangiz, 3,5 ming so'm beramiz 90 talik balonlar bilan. Ha, bu komplet tizimda qo'yadigan bo'lsangiz, 4,5 ming so'm qilinadi. Sababiki original poddelka. Bunda 47 talik balon bilan 2 ming so'm qilib beradigan joylari ham bor. Endi farqini tushuntiray sizga. Bu reduktor bilan qo'shiladi, reduktori. Faz sumkasi bu qo'yiladi. Miya bunisi qo'yiladi. Xitoy qo'yiladi. Xitoy qo'yiladi. O'sha kompletni 2 million beramiz. 2 million. 2 million beramiz. Qarang, misol uchun aka, men bekordan Toshkentdan kelmadim siz oldingizga. Nimadir bor ekan, ushlab qoldingiz, men ketib olmoqchi edim, to'g'risi. Shunday. Qarang aka, misol uchun meni nomimdan kelgan odamlarga qanaqa chegirma qilib bera olasiz? Oddiy emas, avtomat korobkaga. Korobka programma, pultda zavod qilish, sud datchik, keyin bagaj ochadigan knopkalar qilib beriladi. Aka, sizlarga bonuslar vashshi bomba ekan bori. Shuni adresini aytib qo'ysa, odamlar adashib aytib kirib ketmasa. Toshkentga kelishda vodiy mosti o'tgandan keyin 1,5 kilometrga shaffof metan zapravka bor. O'sha zapravka kirganda birinchi boks. O'rtoqlar sizlarni kutib qolamiz. Ha, hammanglarni kutib qolamiz. Kelaverasizlar.